Sabırlar. Tabarruklarımız, duaylarımız, to'ylar muborak bo'lsin. Nabira kuyovlar muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu Layla to'qonimizga xayr berib, bugun chegaralarda ishligini o'tirgan aziz katta kichik mehmonjonlarimiz. Hamma mana shu Xudojon kunlarida xonadonlardan xush kelsinlar. Xudojonlarimiz, yana jigarlarim, hamma yo'lga tashrif buyurganlar. Mana bu Xudojon bilan Umidxon mana bir ajoyib qizil vaqt qizil bizni hammamizga vaqtimizga chiroyli rozi ne'matlarni qo'yib, mehmonga chaqiribdi. Mana baramga baxt tilayman, baxtdan taxt tilayman. Ilohim balajonim baxtingni bersin, umringizni rizqingiz bo'lsin. Alloh bergan juftda halolik bilan qo'shsalaring. Shu borgan dargohimga mehr bergin, mehriboni bo'lin. To'g'rimi balajonlar? Bu mehrda gaplarda jonim bilan sabrli, shukrli bo'lib, kechirli bo'lib, chiroyli bo'lib, ajoyib bir oila yaratgan jonim bilan. Mana shu fursatdan foydalanib, Gomraxonni, mana Maharojonni, mana shu farzandlarini to'ylar bilan tabriklayman. Yana O'tirjonimni, Umidxonimni, hammaga to'ylar muborak bo'lsin. Balajonlarimiz baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar, mezbonlar, xudojonlar, hamma yana O'tirjon va Umidxon xonadoniga xush kelibsizlar. Men o'zimga berilgan fursatdan foydalanib, bu qizimga uzoq umr, sihat, salomatlik, doimo yuzlaridan tabassum, lablaridan kulgu arimasin. Kuyovim bilan u shahari, Quvali jivari bo'lib ko'payib, O'tirjonning uylarini to'lg'azib yursinlar, sog' salomat bo'lsinlar. Yana bir bor tabriklayman. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, avvalambor mushakkarlar. Hammalarga xush kelibsizlar. Mana ko'rdilar, akajonim, qizim sabr baxtli bo'lib, hamisha baxtli bo'lib, yeymiz qizimga. Joylari jannatdan bo'lsin, ularni baxtli vaqtlardan ko'rib turgan qizim. Dunyoni ishlari shu yerda, dunyodagi ko'p yaxshilik kunlarni samimiy sog' salomat bo'lsinlar, Assalomu alaykum. Qatnashchilarim, Mohina qizim sakkiz mashhurlarga hamma yaxshiliklariga qo'shilib, Muhammadjon bilan qo'shaqarib barcha hayot kechirishini Allohdan so'raymiz. Baxtli, saodatli bo'lib, sog' salomat bo'lib, ilohim sog'lik farzandlarni omonatga qo'ysin. Ba'zi sabablarga ko'ra kelolmagan Anjomon ko'chaga nomidan, Diyoraxon qizim nomidan baxt saodat tilayman. Baxtli bo'lsin. Salomat bo'linglar. O'zlaridan so'zlaridan bo'lgan kaftlarida butun dunyoni tinchligini so'rab o'tirgan oilalarimiz, tabarruklarimiz. Kerakli zaman badiiy maydonimizga xonadon sohibalarni demaymiz azizlar. Aksincha, to'yxona murodxonamizni bamisoli quyosh kabi yoritib turgan barcha oilamiz, otajonlarimizni, oftobimiz, onajonlarimizni, qolaversa ikki tomonni diliga yaqin barcha qullar andalarni badiiy maydonimizga marhabo deymiz. To'yimni to'g'rida otam o'ynasin, otamning yonida onam o'ynasin deb tabarruk e'zolarimiz uchun ustoz san'atkorimiz Umidjon akam Boboyev kuylaydilar. Marhamat. Sen
Kunlarga yetgan yetmaganlar bor, bir umr armoni bitmaganlar bor, bu so'zlarni aytgan aytmaganlar bor. To'yimni to'rida otam o'ynasin, otam yonida onam o'ynasin. Xudoyim etsin, ayroq qo'ymasin, qo'shar qarisini o'ynab to'ymasin. Bugun o'ynamasa qachon o'ynasin? To'yimni to'rida otam o'ynasin, otam yonida onam o'ynasin. To'yimni to'rida otam o'ynasin, otam yonida onam o'ynasin. Duo olgan farzand yer ham rozidir. Mirzo Baxtiyorlik hayot so'zidir. Duo olgan farzand yer ham rozidir. Ota rozidir. To'yimni to'rida otam o'ynasin, otam yonida onam o'ynasin. To'yimni to'rida otam o'ynasin, otam yonida onam o'ynasin.
Yaxshiligimiz omon bo'lsin har birimizni oltin aziz boshingiz deb fayzli kechamizni davom etamiz. Keling nazarim, qirolichamiz, malikamiz, bugungi kechamiz eng asosiy sababchisi Shahrizodamiz Nisolat xonim qizimizni bu yorug' dunyoga kelishlariga sababchi bo'lgan, oq yurgan, oq taragan davlatlarning toji otajonlari O'tkirjon akamizni, mehribon volidagi muhtaramalari, aziz hurmatli onajonlari Umidaxon opamizni, jigarband dilbandlari Ziyoraxon, Dildoraxon, Amoraxon, Muniraxon, Imonaxon qolaversa, Afruzaxonni yaxshi tilaklari va ezgu niyatlar ostida mikrofon qarshisiga marhabo deymiz. Bugun Nisolatxon qizimizning musofa oqshomlariga musofirda muhojirda bo'lib qadam ranjida qilolmagan mehribon opajonlari Ziyoraxon nomidan, qolaversa qadrli pochchalari Jahongir Mirzo nomidan Nisolatxonimga bitmas, ketmas, tuganmas baxtli tilab qolamiz. Qani O'tkirjon aka badiiy maydonimizga marhabo deysiz. Bugun to'ying yor-yor aytdilar. Hamma senga pok tilak-tilar. Bir so'z aytsam tasdiqlar dillar. Bizga rahmat olib kel bolam. Keng hovlimdan, yuragimning tubidan ketyapsan asta. O'zga hovli bugundan e'tiboran senga sarmasta. Desang otam, desang onam bo'lmasin xasta. Bizga rahmat olib kel bolam. Qaynotingni otam deb bilgin, qaynonangni onam deb bilgin. Xizmatlaridan hech o'yin tovlamagin. Yugurgin, yelgin, bizga rahmat keltirgin bolam degan onajonlari, mehribon onajonlari qani badiiy maydonimizga kelamiz. O'tkirjon aka, Umida opa, mehribon opajonlari, onalaridek mehribon bo'lgan aziz insonlarim. Dildoraxon, Anoraxon, Muniraxon, Imonaxon, Afruzaxon davramizga kelamiz. Avvalambor O'tkirjon aka, to'ylar muborak bo'lsin. Ikkinchi kuyovg'il, ya'ni uchinchi kuyovg'il sizga muborak bo'lsin. Topganingiz mana shu to'ylarga, dasturxoningiz yaxshilik kuylarga yozilsin. Marhamat. Assalomu alaykum. Do'yatdan kelgan mehmonlar, sizlarga qo'shimcha bizni xonadonimizga tashrif qilib, men sizlarga baxt, saodat tilayman. Nimaiki yaxshi narsalar bo'lsa, shular hammasini tilab qolaman. Aslo ko'zdan yosh olmas. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kelganlaringiz uchun rahmat. Xo'sh ko'ring. Salomat bo'ling. Qani meni davramizga kelamiz. Muqaddas Qur'oni kitoblarda, hadislarda aytilishicha, 3 ta qiz farzandni bu yorug' dunyoga keltirib, oq yuvib, oq tarab, yaxshi joylarga izzatgan ota-ona 7 jannatning to'ri bilan siylanadi degan Allohning va'dasi bor. Sizlar mana 6 ta qizni bu yorug' dunyoga keltirib, oq yuvib, oq tarab, oliy ma'lumotli, o'qimishli qilib mana o'ziga xonadonga izatyapsiz. Robbul Rahmon 7 ta jannatdan to'g'ri bilan siylaydigan insonlardan birisizlar. To'ylar muborak bo'lsin, kuyov-o'g'illar muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, xushlik bilan xonadonimizga Qolganlarimiz ham gapirmasa ekan bilan, qani keling bitta gapiring. Opajoningizga o'xshab siz ham baxtqasini qirolichasi bo'ling. Gapirmaymizmi? Bo'lmasam kelinglaringda zarim qilib qancha mehnatni chekdinglar, ko'p zahmatni. Bugun ko'rib rahmatni, davralarni to'ldirib o'ynang otajon, o'ynang, o'ynang onajon, jigarband dilbandlarim o'ynang deymizda. Qirolichamiz Nisolatxon bilan birgalikda ayajon, dadajon, singiljon opajonlarni bitta qo'shiq ostida badiiy maydonimizda kutib olamiz. Marhamat. Yanında yürürler,
bo'linglar. Allohim yana sizlarga yaxshi joylardan kuyovlar ato etsin. Xonadoninglarda faqatgina to'y bo'lsin deb fayzi kechamizni do'stlar bilan davom etamiz. Keling nazarim, dunyoning shodligi yig'ilsa bukuni baribir do'stlar diydoridan bo'lolmas ustun deganlaridek, O'tkirjon akamiz qolaversin Omidaxon opamizga oilaviy baxtni tilar. Qirolichamiz Nizonatxonga esa ma'naviy sevgini so'rab, to'yxona murodxonamizni to'ldirib, do'stlar qadam ranjida qilganlar. Keligida hurmat hamda ehtiromli davramizning badiiy maydoniga mikrofon qarsigan O'tkirjon akamiz bilan 11 yil bir sinfda o'qigan sinfdoshlari do'stlari nomidan Shahzodaxon opamizni, qolaversa Umidaxon opamiz bilan 11 yil bir sinfda o'qigan asl dugonalari sinfdoshlari nomidan Adhamjon akamiz, qolaversa Odinaxon opamizni, necha kundan beri mehnatga kamar bosib bel bog'lagan asl do'stlari Ne'matali akamizni, Marifatxon opamizni tabrik so'ziga marhabo deymiz. Azizlar, bizni ham aslo niyatimiz yo'q qo'shaloq tabrik so'ziga chaqirish. Lekin osh sizilgandan keyin hech qaysi mehmonlarni o'tkiza olmaymiz. Biz ishni yapsak, teshikdan qochishga ham mehmonchalarimiz tayyor turadilar. Shoshilmaymiz. To'q zamongagina to'ylar yarashadi. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Shu ko'shanaga yig'ilgan aziz mehmonlar. Mana bugun qizimiz Solatxonni baxt to'yida yig'ilishib turibmiz. Bu qizimizga baxt, saodat tilayman. Ko'rgan joyda o'z o'rnini topib, baxtli hayot kechirib, vali-juvali bo'lib yashab yurishiga tilakdoshmiz. O'tkirjon sinfdoshlari nomidan to'yonamizga topshirib qo'yishga ijozat bering. Avvalambor assalomu alaykum azizlar. Mana shu qo'shonlarga xush kelibsizlar. Mana bugun dugonamiz Umidani 3-farzandi shu qizimizni nikoh oqshomlarini birinchi qismida o'tiramiz. Men bularga o'zim nomimdan, qolaversa barcha sinfdosh dugonalarim, sinfdoshlarim nomidan uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Ilohim borgan joylarida baxtli, saodatli bo'lib hayot kechirsinlar. Assalomu alaykum, uzoq yaqinlikdan aziz mehmonlar. O'rtog'imni kuralarni xonadonlarga xush kelibsizlar. Ilohim kelaverishga baxtini bersin, o'zlaridan ko'paysinlar, ota-onalarga yaxshi xizmat qilsinlar. Shu jo'ralarimiz nomidan hamma sovg'amiz bo'lsin. Umidaga qo'shib o'tsin. Assalomu alaykum, tayyorlangan mehmonlar. O'tkirjon bilan Umidani xonadonlarga xush kelibsizlar. Yoshlar baxtli bo'lsin. Sonaning oldi kelinga ulardan bo'lsinlar. Rossiyadagi Ilomagan sinfdoshlar nomidan ayrim savolga ishlab Ilomagan sinfdoshlar nomidan baxt tilaymiz. Ular uzun baxtli bo'lsin. Qalbinglarni qo'ridan, yuraginglarni tubidan chiqqan do'stlik tilaklar uchun har bir do'stlarga tashakkurlar bildiramiz. O'tkirjon aka, Umidaxon badiiy maydonimizga marhabo deysiz. Dilingizni yayratadigan, dilingizni bamisoli bulbulday sarayadigan do'stlaringizni hajjalari muborak bo'lsin. To'yona muborak bo'lsin. To'yonaga hissa qo'shgan do'stlaringlar bor bo'lsinlar, boy bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Qani Ne'matali aka, davramizga kelamizmi? Do'stlar nomidan Ne'matali aka. Qarasam, badiiy maydonimiz uzundan uzun. Kelinglar, davrani kengroq olamiz. Bahor o'ynasin. Qarsakni chalamiz, zo'ridan chalamiz. Badiiy maydonimizni to'ldirib, O'tkirjon akamizni, Umidaxon opamizni hurmat qilib kelgan do'stlari, sinfdoshlari dilrabo qo'shiqlarga xirom aylasin. Marhamat. Hey!
nasib aylasin deymiz. Mana azizadim, jannat taomi paloxon to'ra har biringizni oldingizga tortildi. Har biringizga muntazirdir. Har biringizga yaxshi kayfiyatlar, xush onlar, yoqimli ishtahalar tilagan holda biz san'atkorlar xizmatingizda kechamizni yana do'stlar bilan davom etamiz. Kelinglaring azizadim, Qur'onichamiz Nisolatxonga baxt keltirsin yangi uyingiz, ko'paysin deb o'g'il qizingiz deb sinfdosh sirdoshlari, hamkasblari qolaversa, kursdoshlik onalari, chevar qizlar qadam rejida qildilar. Demak, yaxshi niyatli ezgu tilaklar ostida badiiy maydonimizga Nisolatxonning dugonasi Ruhshonaxon, qolaversa sinfdosh do'stlari Faxriyorbek, nomer 4-gimnaziya maktabida 11 yil bir sinfda o'qigan sinfdoshlar nomidan Madina Bonu, qolaversa kursdoshlari o'qituvchi qizlarimiz nomidan Gulshan xonim hamda Umidaxon opamizni hurmat qilib kelgan hamkasblari, kasbdoshlari, kollektiv kollegiyasi jamoasi nomidan Mahsunaxon tabrik so'zimizga marhabo deysiz. Qani nomi chiqqan yigit qizlarimiz kelinglar, badiiy maydonimiz sizlarga muntazirlar. Orayliklar o'tib ko'rishsam yana yashironman ko'zimdagi yoshimdan. Qo'llaringdan asta siqib men yana bugun tongdan sog'inibman. Sinfdoshu dugonamni degan kursdosh dugonalari, sinfdosh sirdoshlari xush kelibsizlar. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum barimizga. Bugun o'g'lim Nisolat to'yim qutlug' bo'lsin. Jashonman jahli baraklar aytishadi. Shu jashon bo'yni chiqar. Kulguga, suyugiga, qo'ldoqqa to'lg'on bo'lsin. Ayash bilan har doim baxtli bo'lib, qirmashqon bo'lgan o'zing bo'y. Baxtli bo'lingizda. Assalomu alaykum. Shu yerda aytilgan barcha yaxshiliklarga qo'shilgan holda gimnaziya sinfdoshlaringiz nomidan biz ham baxt tilaymiz. Baxtli bo'ling. Chiroyligim, baxtingiz ham o'zingizga o'xshagan chiroyli bo'lsin. Ishonamizki, sanamizning eng baxtli kelin-kuyovlaridan biri bo'lasiz. Ozgina sovg'amiz bor, shuni topshiramiz. Salomatliklarga buyuk baxt bo'ladi. Nisolat quruq, baxtli, ikki dunyo birga bo'lib, qirmashqon bo'lgan o'zing bo'lsin. Assalomu alaykum. Ushbu ko'rishuvga kelgan aziz mehmonlar, bizning dugonamiz Mahmaga baxt tilaymiz. Baxtingizdan ozgina sovg'amiz bor, shuni topshiramiz. Assalomu alaykum. O'zbekistonda xush kelibsizlar. O'zinglar bilan Muhammadjonga baxt tilaymiz, baxtli bo'linglar. Salomat bo'linglar. Mahsunaxon, hali davramizga kelamiz. Xush kelibsizlar. To'ylar muborak bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Nisolat opasiga baxt tilaymiz, baxtli bo'linglar. Shu tartibimiz nomida ozgina savolimiz bordi, shuni topshiramiz. Nisolat xonim, Umid opa atayin sizlar uchun quvonchingizni sherik bo'lib, to'yingizga to'yona bilan qarab ranjida qilgan hamkasblaringizni, qolaversa sinfdosh, kursdoshlaringizni hadyasini qabul qilib olasiz. To'ylar muborak bo'lsin. To'yona muborak bo'lsin. Sevgingiz g'alaba qozongan kun muborak bo'lsin. Marhamat. To'y qiziga to'y bo'lsin. Nisolatxon Muhammadjon bilan sevilib, qo'sha qarisi degan kursdoshlari, sinfdosh sirdoshi degona yil do'stlari, qolaversa Umidaxon opamizning hamkasblari. Jam bo'lamiz, davra endi sizniki. Davraga javob bergan sho'x qo'shiqlar Jasurbek G'aliyevga marhamat.
güzel sizga men yor bo'lolmayman Atır gülden farkınız yok Husningizga tuyolmayman Uzur güzel sizga men yor bo'lolmayman Qordek ko'ppak iz tushmagan g'arib ko'nglimni xushragan Yorim bor sizga o'xshagan sizga men yor bo'lolmayman Qordek ko'ppak iz tushmagan g'arib ko'nglimni xushragan Yorim bor sizga o'xshagan sizga men yor bo'lolmayman Oh
Aksuvlardek tip-tiniq Yuzlaringni ko'rishga intiq Ertalabdan beri kutaman Kelmayapsan bu nima qiliq Alovchalar tashlamayapsan rasmlarimga Yurakchalar tashlamayapsan rasmlarimga Dilafruz bilan go'zal yerga tegdi kelmading Enang ruxsat bermayaptimi qizlar bazimga Muattar hidlaring muattar Ishqimni keltiradi battar Muattar hidlaring muattar Ishqimni keltiradi battar Muattar hidlaring muattar Ishqimni keltiradi battar Muattar hidlaring muattar Ishqimni keltiradi battar
Allohim har biringizni umringizga qo'shib baxtingizni bersin. Do'stligingiz mana shu yil mustahkam bo'lsin deb fayzga kechamizni davom etamiz. Azizlar, oshimizni suzildi degani to'yning yakuni
emas. Ozgina o'tiringlar, to'yimiz endi boshlandi. Nimalarga davramizga kelasiz? Qo'shnijoylar bilan qo'shaloq qilamiz. Mahallamizda mish-mish Umidaxon, Nisolatxondek ajoyib chevar qizimizni o'zga bir xonadonga kuzatamiz degan quvonchlari cheksiz bo'lgan aziz qo'shni ayajonlari nomidan mamnuniyat bilan davramizga Shomoy ayajonimizni marhabolaymiz. Shomoy aka, qani kelinglar. Ne'matlar aka davramizga kelamiz. To'ylar muborak bo'lsin, sizlarga ham kuyov o'g'illar muborak bo'lsin. Marhamat. Salomat bo'ling, samimiy tilaklar uchun tashakkurlar bildiramiz. Past divordan qaragan Umidaxon to'yi qachon deb so'ragan qo'shnijonlari, mahalladosh hamsoyalari badiiy maydonimizga kelasiz. To'ylar muborak bo'lsin, mahallamizga esa Muhammadjondek kuyov o'g'illar muborak bo'lsin. Xush kelibsizlar. Marhamat. Salomat bo'ling. Umid opa uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shnim yaxshi deganlaridek, qo'shnijonlaringizni, mahalladosh hamsoyalaringizni hayosi muborak bo'lsin. Farzandlaringizni rohatda ko'rib yashash sizga nasib aylasin. Endi azizlar, Suriktadan uyog'i Tojikiston va O'zbekistondan qadamlanishida qilgan qarindoshlar, ozgina o'tirib turinglar. Tegirmon navbati bilan deyiladi. Bundan keyingi qarindoshlar tayyor bo'lib turamiz. Hozir esa qo'shnijonlar va O'tkirjon akamizning do'stlarini, rafiqa ayollari bilan badiiy maydonimizga marhamat.